shahrining 60% xitoyliklar tomonidan sotib olindimi? Xitoylik tadbirkorlar kelib, bizning tadbirkor. Xitoyliklar uzunga kirib qolinglar, o'rgizor deribdi. Xitoyliklar anaqa yeyapti. Xitoyliklar kirib kelyapti deyishyapti. Aka uka hamda amakajonlarim, sizning diqqatingizni va 45 sekund vaqtingizni olamiz. Eshitishimcha, siz prostata muammosi, peshobga ko'p qatnash bor va jinsiy zaiflik holatlari ham uchrab turibdimi? Men bugun sizlarni tushunganim uchun ajoyib va noyob bo'lgan mahsulotni taklif emas, tavsiya qilaman. Jinsiy quvvatni oshirib beruvchi hamda peshobga ko'p qatnash, tomchilash, achishish holatlarini bartaraf qilib beradigan mahsulotni tezda olib o'zingizda sinab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Vaqtdan unumli foydalaning. Bugun olib, ertadanoq ayolingizda tajriba qilib ko'ring. Murojaat uchun 55 kodi bilan 503 22 00 raqamiga hoziroq telefon qiling. O'zbekistonga xitoyliklar kirib kelmoqda emas, kirib keldi va ildiz otishmoqda. O'zbekistonga qanaqa kirib ketyapti? Hammasi xitoyliklar ketdi. Mana yana kelyapti, davomi ulanib ketyapti orqagacha. Nega aynan ushbu xitoyliklar katta zavodlar emas, kichkina do'konchalar ochishmoqda? Mana Oqtepa lavash yonida qanaqadir ichimlik do'koni bor ekan, kofe manimcha. Nega aynan ushbu xitoyliklar O'zbekistonga oilalari bilan ko'chib kelishmoqda? Bu holati yarmi uje kirib ketib bo'ldi ichkariga. Mana oilaviy bilan haqiqiy ko'chib ketyapti ko'cha bilan. Shu va shunga o'xshash videolarni sizning e'tiboringizga havola etsam, albatta bizga bunday xitoyliklar kerakmas. Videolar bir dona like bosib, kommentariya qismiga esa qo'rqmasdan o'z fikringizni yozib qoldiring. Zero like ni soni ko'rgan ushbu xitoyliklar uyalganidan O'zbekistondan chiqib ketsa, biz esa boshladik. Endilikda siz Ramazon oyini Makka yu Madinada o'tkazishni xohlaysizmi? Unda shoshilib qoling. Chunki 14 kunlik hamda 1 oylik umra safariga borish imkoniyati bor. Siz eng ishonchli tur firma, ya'ni Ixlos Travel orqali amalga oshirishingiz mumkin. Albatta, to'liq ma'lumot uchun ekranda ko'rib turgan nomerlaringizga hozirda o'zdayoq qo'ng'iroq qiling. Chunki joy oz qoldi. Muborak Ramazon oyini siz Makka yu Madinada kutib oling. Ixlos Travel eng ishonchli tur firmadir. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, assalomu alaykum qadrli obunachilar. Siz Uzmax kanaldasiz. Xo'p, aziz vatandoshlar, Ixlos Travel jamoasi aynan sizlarni o'ylagan holda hamma umra amalini bajarsin, hamma hoji ona yu hoji ota bo'lib yursin deb sizlarni o'ylagan holda atiga $1000, 9-ga atiga $1000. Albatta, shoshilib qoling chunki joylar soni cheklangan. Juda ham oz qoldi. Bu aksiyani qochirmang. Super mega fika loko degan aksiya bo'lib o'tmoqda. Shoshiling. Chunki siz umraga borishga haqqingiz bor va hoji aka yu hoji ona bo'lishni xohlayapsiz. Shoshiling, siz $1000 ga hoji bo'lib kelasiz. Marhamat. Qadrli do'stlar, mavzuga o'tadigan bo'lsak, ushbu xitoyliklar nega aynan O'zbekistonga kelishmoqda? Bunga sabab nima? O'zbekistonga investor olib kelishmi yoki O'zbekistonda yashashmi? Agar haqiqatan ham xitoyliklar kelsa va kelmoqda, kelishda davom etmoqda, dehqonchilikni o'rganish kerak ulardan. Biznesni qanday yurgizish kerak? Ana shu fikrlarni o'rganish. Bozordagi savdo-sotiqlar, hamma narsasini xitoyliklardan maksimal darajada foydalansak, o'zimizga yaxshi bo'ladi. Bu meni shaxsiy fikrim. O'tgan safar ham video chiqargandim, kommentariyada ponni meni so'kibsizlar. Sen anaqasan deb. Unaqa fikrlamanglar. Xitoyliklar kelyapti-kan, investor olib kelyapti-kan. Lekin degan tomoni bor. Bular ketadimi? Ushbu savollar kommentariyada javoblar kutib qolamiz. Xo'p, do'stlar, ko'p gapirmasdan sizlarga videolarni ketma-ketligini taqdim qilsam. Marhamat. Xitoyliklar mana O'zbekistonga qanaqa kirib ketyapti? Hammasi xitoyliklar ketdi. Mana yana kelyapti, davomi ulanib ketyapti orqagacha. Deyarli bu yerda hozir 90%mi, 80% hammasi xitoyliklar O'zbekistonga ketyapti mana. Bu holati yarmi uje kirib ketib bo'ldi ichkariga. Mana oilaviy bilan haqiqiy ko'chib ketyapti ko'cha bilan.
Nima bo'lyapti? Katta samolyotda mana 3 o'zbek qolgan hamma Xitoy nimaga kelyapti? Shuncha Xitoy mana. Hammasi Xitoy. 3 dona o'zbek keldi. Butun boshli samolyotda mana. Xitoyliklarni O'zbekistonga kelib tadbirkorlik qilish haqida oxirgi paytda juda ham ko'p videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi. Ko'pchiligimiz bundan xabardormiz va men o'zim ham shu videolarni ko'rib boraman va shunda odamlarning fikrini kommentariyada o'qib bitta narsaga e'tibor berdimki, biz O'zbekiston xalqi ikkiga bo'linibdi. Ya'ni birinchi tomon o'zimizni vatanimizni, farzandlarimizni, kelajagimizni o'ylaganlar Xitoyliklar tadbirkorlik qilishiga qarshi. Men o'zim ham shu tomondaman, qarshiman va ikkinchi tomon bo'lsa Xitoyliklar O'zbekistonda tadbirkorlik qilishiga qarshi emas. Ya'ni ularning fikri bo'yicha bizda Xitoyliklar tadbirkorlik qilsa, mahsulotlar, bozorimiz ancha arzonlashadi. Bizga shu arzon mahsulot bo'lsa bo'ldi degan fikrni bildirishyapti. Shunga shu ikkinchi tomondagilarga aytmoqchimanki, bu Xitoyliklar hech qachon bizga do'st bo'lmaydi. To'g'ri, hozircha vaqtincha bizga arzon mahsulotlar yetkazib, bozorimizni ta'minlab, siz bilan bizga chiroyli ko'rinish mumkin, lekin Xitoyliklarning maqsadi umuman boshqa bo'ladi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, keyin o'zimizning milliy mahsulotlarimizni sifati ham yaxshilanib boryapti, sifat darajasi ko'tarilib boryapti. Tadbirkorlarimizni, o'zimizning milliy tadbirkorlarimizni qo'llab-quvvatlasak, bizga shu yaxshi deb o'ylayman. Keyinchalik bu Xitoyliklar bizga o'rnashib olgandan keyin, zavod fabrikalarni o'ziniki qilgandan keyin bular xohlagan makr hiylasini qilishni boshlaydi va bizning farzandlarimiz bularning qo'lida qolib ketish ehtimoli yuqori. Shu tomonlarini o'ylab, o'sha ikkinchi tomondagilar yaxshilab fikr bildirsa yaxshi bo'lardi. Demak, xitoyliklar O'zbekistonga kirib kelishyapti emas, ular kirib kelib bo'lishdi. Hozir faqat ildiz tomir yoyishyapti. Mana bu Toshkent xaritasi. Qizil nuqtalar esa hozircha ko'zga ko'rinayotgan xitoyliklar qo'lidagi hududlarimiz. Askiya bozorni olishdi, Abu Sahini olishdi, mahallalarga joylashishdi. Shahar bo'ylab mehmonxona, magazin, market mahsulotlari uchun bir qancha joy ularga sotildi. Endi O'zbekiston bo'yicha qarasak, bu davlat xaritasi. Toshkentda sanadik bor, Navoiyda eng katta tillakon zavodlaridan biri ularga o'tdi. Bu bizning resurslarimiz, lekin endi uni Xitoy qazib olyapti. Farg'onada, ko'proq Qo'qonda deylik, o'z magazin, market, savdo majmualarini katta-katta qilib ochishyapti. U yerda ham bor. Samarqandda ham shunga o'xshash hududlar soni ortib borayotgani bor gap. Qisqa qilib aytamiz. Xitoy O'zbekistonda. Eslatib o'tsak, Xitoy avval bunday harakatlarni ko'p uyushtirgan. Qozog'istonni bosib olishga uringani esingizda bo'lsa kerak, yoki 2011-yilda Tojikiston Parnikni gazsiz, svetsiz, toksiz isitishni, qishda ham issiq tutishni o'rgatishyapti. Mana bu tarafi oynali, bu taraf polni devor bilan tok o'xshab qo'yishgan. U gaz ham shart emas ekan, svet ham hech narsa shart emas, tok ham kerak emas. Qishi bo'yi issiq turadi ekan. Hammasi shunaqa. Do'stlar, Xitoydan katta yuk mashinalarda mana qanaqadir mana kelyapti. Hammasi Xitoydagi kamazlari, Xitoylardan olasam. Oxiri yo'q. Qayerdan kelyapti bular? Qanaqadir katta mashinami nima o'ta ham katta narsalar ekan mana. 90% Xitoy egallab bo'lgan. 90%. 3 kun Toshkentda, Uzexpo Centerda, Vistivkada qatnashgan bo'lsam, 90% Xitoyliklardan iborat. Asosan o'z ko'rgazmagan mahsulotlarni 90% Xitoyliklar olib chiqgan. Nimaga deb o'ylaysiz? Sizga savol.
Ko'pchilik tadbirkorlarimiz, ishlab chiqaruvchilarimiz aynan shu narsadan dodda. Lekin men o'ylab qaradim, bu narsa davlat tomonidan to'g'ri yo'lga qo'yilgan siyosat bo'lib tuyulyapti. Nimaga deysizmi? Sababiki bizga ishlab chiqarish rivojlanishimiz kerak, xalqimizga arzon mahsulotni yetkazib berishimiz kerak albatta. Aynan shu xitoyliklar kelib bizni harakatga keltiryapti. Ishlab chiqaruvchilarimizni, tadbirkorlarimizni e'tibor bergan bo'lsangiz, barcha internet saytlarida xitoyliklar kelyapti, u bo'lyapti, bu bo'lyapti. Bizda ishlab chiqarish nima sezilarli savdolarimiz tushgan degan gaplar bo'lyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa narsa bo'ladi ham. O'sha xitoyliklar kelyaptiki, bizni harakatga keltiryapti. Bo'lmasa agar biz mana bunaqa narxlarda yuraveramiz, narxlarni ko'tarib, qimmat narxlarda, oddiy misol buni sement misolida mana ko'rsatyapman. Mana bunaqa qimmat narxlarda narxni ko'tarib yuraveramiz. Olsang ol, olmasang olma qabilida ish yuritib ketaveramiz. Narxlarni oshib borishi tabiiyki xalqimiz cho'ntagiga zarar. Bo'lsa bo'lsin, xalqga bo'lsin degan naqlga biz har doim amal qilib kelganmiz va biz imkon qadar xalqimizga arzon narxdagi mahsulotlarni taqdim etishga harakat qilib kelamiz. Albatta. Mana hozir ham aynan 90 tonna mana shu mashinada konch sementi kelgan. Ko'rib chiqamiz. To'g'ridan to'g'ri mana 90 tonnalik mashinaning ustidan 10 tonnalik mashinalarga ortyapmiz. Narxi ancha cho'ntak bo'p narx. Ancha cho'ntak bo'p. Bemalol kelib siz ham olib ketaverasiz. Mani quyidagi fikrlarimga albatta Xitoyliklarga uy sotmaylar, yer sotmaylar, uchastka sotmaylar. Xullas, nedijimizga nima taalluqli bo'lsa, hech nimani sotmaylar o'rtoqlar. Chunki ular sotib oladi, ertaga yillar o'tganidan keyin o'sha joyi sizni o'zingizga qimmat narxga sotadi. Yoki bo'lmasa qanaqadir ishchi o'rin yaratadi, ishlab chiqarishga investitsiya kirgizib, o'zbeklarni qul qilib ishlatadi. O'rtoqlar, xitoyliklarga sotmaylar. Maklerlar telefon qilib, investor bor, xitoylik desa, kategoriyasiga o'tkazib beringlar. Sizlarni katta pul bilan qiziqtirish ehtimoli juda katta. 200 minglik joyingizda 400 ming beraman deydi. 400 minglik joyingizga 600 ming beraman deydi. Pulga uchib sotib yormaylar. Kerak bo'lsa-chi $1 million taklif qilsa ham joylarni sotmaylar. Nimaga o'zbeklar har doim qul bo'lib yashash kerak? Nima o'zbeklar shunchalik biza nima laqmashmizmi? Yoki bo'lmasa qanaqadir rabatyagamizmi? Biz o'zimizning haqqimizni, o'zimizning yerimizni berib qo'yishimiz kerak emas, o'rtoqlar. O'zbeklar birlashadigan payt keldi. O'zbekistonni hech kimga berib qo'ymaymiz, olg'a O'zbekiston. Mana Oqtepa Lavash yonida qanaqadir ichimlik do'koni bor ekan, kofe menimcha. Kofe ekan. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana yonida o'sha xitoycha yozuvlarni yozib qo'yishdi o'sha. Bu joy arendaga berib olgan menimcha. Xullas, O'zbekistonga Xitoy o'sha yomon qadamini bosib kirib oldi, yomon qadamini. Hech qachon yaxshi niyatda kelmagan shu paytgacha. Bundan keyin ham mana shunaqa bo'lsa kerak. Menimcha bu xitoyliklar o'sha O'zbekistonni bosib olishi o'sha konkretniy reja qilib bo'lgan. Tepadagi mutasaddi katta xodimlardan o'sha boshlab bo'lgan. Poraxo'rlar, O'zbekistonni bemalol sotib qochib ketadigan xodimlar yoki katta odamlar bemalol yo'l ochib beryapti ularga. Menimcha bundan buyog'iga o'sha qaytmasa kerak. Yaxshilikka ham olib kelmaydi bu narsa. Yaxshilikka olib kelmaydi. Mana o'zi qaranglar. Bu hech narsa emas, bu narsa o'zi. Lekin katta joylarni o'sha berib olishgan o'zbeklar xitoyliklarga berib olgan. Sizlarning fikringlar qanaqa? Shu haqida aytsanglar. Sirdaryo tumani, Guliston shahri, Beruniy tumani. Boshda hamyo tarafda qattadir ripxoz bor ekan. Juda bepayon dala, kenglik. Mana xitoyliklarning mashinasi mana bu narsa tushirib qo'yibdi. Temir tersaklar. Suv oqadigan joydan joy olishibdi. Paxtazor o'rni. Mana menimki baza qurishyapti. Ustob paxtani tomchilatib sug'arish tadbirini qilishayotgan ekan. Mana xitoylik qotib qolgan. Shashlik yeb o'tirishibdi. Mana qanaqa chiroyli joylar bular. Hali bahorda, mana bahor keldi-yu, endi Xudo xolasa ko'kanamzor bo'lsa chiroyli joylar bo'lib ketadi. Bunaqa joylarni olib mana qilishyapti. Bunaqa joydan 4 ta ekan. Ba'zi tekinga qilishmayapti albatta. Shunaqa gap. Shahrining 60% xitoyliklar tomonidan sotib olindimi? Xitoylik tadbirkorlar kelib, bizning tadbirkor. Xitoyliklar, o'zimni xitoyliklar o'rizor deribdi. Xitoyliklar anaqa kelyapti. Xitoyliklar kirib kelyapti deyishyapti.
internetda bu mavzu ancha mashhur bo'lib ulgurdi, lekin bu unchalik vahimali narsa emas deb o'ylayman. Chunki O'zbekistonda o'zini sifati va o'zini narxi va o'zini mavqeiga ega brendlar anchagina ko'payib qoldi. Shuning uchun Xitoyga ancha qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Balkim qimmatga ham tushishi mumkin O'zbekiston bozoriga kirib kelish. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Bu xitoylik do'stimiz materiallar bilan shug'ullanadi. 25 yillik tajribaga ega. Aytadiki, O'zbekistondagi asosan material bilan shug'ullanuvchilar, sizdagi savdogarlar Xitoyga borib juda ko'p arzon material olib keladi. Ayniqsa kostyum shimnikini eng arzon bizni pulga hisoblaganda 15 ming, 17 ming so'mligidan olib keladi. Mana bu misol uchun 97 ming, 100 ming atrofidagi materiallar asosan prezidentskiy standartlarga tushadigan kostyum shimlar materiali. Mana bular qimmat mana. Lekin 这个是便宜的对吗？这个便宜。这个是春衫，不是西服。这个春。 Lekin afsuski sizlarning odamlaringiz, savdogarlaringiz mana bunaqa arzonini oladi. Nima uchun? Nimaga shunaqa deydi? Bular necha yildan beri qilayotgan bo'lsa, har bitta material, har bitta obrazesni formulasigacha biladi. Shunda ushlaydi, material tarkibida necha foiz nima borligini ko'rsatib beradi. Mana kechki gimnastikami mashg'uloti mana Xitoylik mana. Mana bu Xitoydan kelgan xitoyliklar Volkswagen'da yuribdi. Menda bitta savol tug'ildi. Nimaga bular o'zini elektromobilida yoki Lisyangida kelmagan? Ko'p ko'ryapman, asosan Xitoy nomerdagi mashinalar Mercedesda, Toyota'da, Volkswagen, Audi'da, xullas shunaqa taniqli, ishonchli brendlarda. Lekin o'zini mashinasida kelganini men ko'rganim yo'q umuman. Bir kun bitta joyda o'tirsa Toyota ovoz debdi Xitoylik va O'zbekistonda ishlaydigan ekan. Keyin shunda borib, tarjimoniga ayttirib so'rattirdim. Nimaga o'zini mashinasini olmayapti? O'shani so'rang, nimaga buni olyapti desam, "Men ko'proq haydamoqchiman" deb javob berdi Xitoylik. Shunda men даже shu xitoyliklar o'zi ham ishonmas ekan o'zini mashinasiga degan fikr keldi menga. Nu hozir ma'noda ishlab chiqarishda Xitoy o'tib ketgandir oldinga, lekin sifatlilik darajasi bo'yicha, ishonchlilik darajasi bo'yicha hali ham past. Ko'rib turganingizdek, xitoyliklarni videolarini sizga taqdim qildim. Lekin biz o'zimizni, tadbirkorlarimiz nima ahvolda, nima ishlar qilishadi? Bu xitoylar kelib hamma narsasini arzonlashtirib yordi. Xo'p, mayli, xo'p, biz uchun yaxshi, arzonligi yaxshi, lekin boshqa tadbirkor kasodga uchraydi. Mebelga kirishdi. Mebelchi tadbirkor kasodga uchraydi. Nimaga? Bizni xalq qayda arzon narsa bo'lsa, ana shunga yugurishadi. Qimmat narsa sifatli bo'ladi, arzon narsa teppa bo'ladi. Xitoy bo'ladi. Shuni unutmang. Nima bo'lgan taqdirda ham yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi videorolikda ko'rishgunga qadar sog' bo'ling, omon bo'ling.